Assalomu alaykum chorva qog'ozlari kanalimizga xush kelibsizlar. Bilolus kanaliga. Bugun sizlar bilan bir partiya go'sht variantiga boqadigan qo'ylar video qilamiz. Qo'chqorlarni akalar manzillarimizda yetib o'tsak, Namangan viloyati Namangan tumani Tepaquroq qishlog'i yangi chorva ko'chasidan akalar video qilyapmiz. Bir partiya 8 bosh akalar, 8 bosh. Et boshlari ham zo'r, xudo xolasa. Et boshlari yaxshi, bo'y boslari 75-80 gacha akalar. Soni 8 dona akalar. Yangi qo'ramizni akalar qo'ylasizlar. Kilo rostlar lakassalar tashib beramiz akalar. Bittadan like bosinglar, kanalimizga podpishka qilib mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. 63 ga pastdagi 95 ishlamaydi. 93 697 63 6 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Yeb ichishlari ham mana hozirgi yeb turgan narsasi silos bilan somon aralashgan kepak sepib bergan. Shuni yeyapti ekan. Silosini yeygan bo'lsa, keyin somonni ham yeb. Yuzlarini ko'ryapsizlar, bular yoshlari 8-9 oylik. To'qliq, etlari zo'r. Bular narxlariga kiradigan bo'lsak, bir joyga bo'lsa 4 million 600 dan kami bor, azmat o'tib beramiz. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastak berib beramiz akalar. Telefon qilaverasizlar. Yonimizda Qo'ralar Serof akalar. Yangi chorva ko'chasida. Ana, mana Solox Bo'roch Qo'chqor hammasidan bor. Mayda telefon qilaverasizlar akalar. Qo'ylarimiz Serof. Yangi qo'y fermamizda. Like bosinglar akalar, xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.